Shoshilinch jiddiy xabar. Taniqli inson afsuski dahshatli yo'l transport hodisasiga uchradi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumanida Lacetti haydovchisi yo'l patrul xizmati inspektorini urib yubordi. Bu haqida Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi xabar bermoqda. Qayd etilishicha, joriy yilning 22-yanvar kuni soat 17:30 larda Mirzo Ulug'bek tumani Shahrisabz Mustaqillik shoh ko'chalari chorrahasida Lacetti rusumli avtomashina haydovchisi 2000-yilda tug'ilgan, ismi qisqartirilgan AX boshqaruv davomida chorrahada o'z yo'nalishini keskin chapga o'zgartirib, chapga burilish davomida chorraha markazida xizmat olib borayotgan yo'l patrul xizmati inspektorini urib yuborgan. Yo'l transport hodisasi natijasida yo'l patrul xizmati inspektoriga shifokorlar tomonidan birinchi yordam ko'rsatilgan. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Barcha yo'l harakati qatnashchilaridan qoidalarga rioya qilishlarini so'raymiz, deyiladi xabarda.